geceler unutulup gider mi? Acılar Bunaqa kechiraverishlar nimaga olib keladi? Borib ayol o'sha sevishdan ham jirkanadigan bo'lib qoladi. Sevish, mehr berish, yaxshi gapirish, qo'ynini olish degan narsalar bu ayol uchun jirkanch narsa bo'lib qoladi. Har xil sevgi haqidagi narsalarni o'qiganda hech narsa his qilmaydi. O'sha shu darajada ayol kishini hislari qotib qoladiki, biror bir sevgi haqidagi gapni eshitganda, o'qiganda o'sha uni ichida bir narsa jiz etmaydi. Sevgi, qanaqadir umid, ishonch degan hislarning o'rniga jirkanish degan his paydo bo'ladi. Yuragi muzlab qoladi ayol kishini. Bo'ldi o'sha unga sevish ham qiziq emas, ishonish ham qiziq emas, umid yo'q o'sha u ayolda. Bir marta kechirdi, ikki marta kechirdi, umid qildi, ishondi, imkon berdi, lekin hech narsa o'zgarmadi. Ayollar ketishi juda uzoq cho'zadi. Spetsialni cho'zadi. Chunki u biladi. Agar rostdan ham ketsa, bo'ldi o'sha u окончательно ketadi. Shu uchun ham ayol kishi shans beradi, umid qiladi, ishonadi, kutadi, kechiradi. Chunki u biladi. U ketsa agar, u hech qachon qaytmaydi.